Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana o'sha Hyper. Bugun biz sizlar bilan bir sivilizatsiyada o'ynaymiz. Birinchi bo'lib men uxlab olishim kerak. O'zi nega bu? Men yomg'ir tinishini xohlayman. Kelinglar yomg'irni tindiramiz. Eng yomon turgan ob-havoyim bu. Shu. Do'stlar, biz mana bu yerda bir boss bor. Bu bossni men ko'rmaganman. Qandaydir birorta maqsadimiz, birorta bossni gapimni to'plama qo'ydim. O'ldirish. Menda narsa bor, men chunki parkurni yomon ko'raman. What nima bo'lyapti? Endi uyimizdan buzib chiqdi. Nima? Do'stlar, buni ko'rdingizmi? Men sirli joyni topib oldim. Shunchaki mayli, narsadan chiqib kerak. Biroq to'plab kelishimiz kerak. Mana shu yetar. Menda tangalar bor va mana bizning bor. Bu yer dragonlar. Ammo lekin biz ishga chiqib olishim kerak edi. Do'stlar, bu yerda nima narsa bor ekan? Men bu suv joyni oldin ham ko'rmagan, ammo bo'lmayapti. Ammo lekin men ishga bordim. Xudoga shukr. Men buni biror bor Rimda narsa qilib ko'raman. Men shu yerda narsa qilishni xohlayman. Ammo lekin men bilan unutmang. Aşağıdan kalkayım. Mana bizning pachoqlar bizning
Vau, mana bu g'orni qarang. Do'stlar, va men sirli sandiqlarni topib oldim. Vau, olmoslarni ko'p. Endi qanaydir eshik paydo bo'ldi. Ko'zimni kırıyor, lapis lazuli. Bu noktada ekstrem. Olmagan İngiliz ona bakmam. What? Manualda. Do'stlar, bu data pakini sizlar mening Telegram kanalingizdan topsangiz bo'ladi, ammo lekin mening yo'q. Telegram kanalim hali tayyor emas, endi yarataman. Shuning uchun kutinglar. Kanal 70 ta bo'lganidan keyin buni sizlarga tashlab qo'yaman. O'zi nima bo'lyapti? Minecraft qotdi. Sizlar bilan do'stlar qotgan uchun davomi esa 60 ta obunachidan keyin. Ha, do'stlar, 60 taga ham oz qoldi. 60 ta bo'laylik. Bugun uzmanlar bilan ham video chiqadi. Va men jarlikdan tushib, men skateboard hech qanaqa narsa qila olmayman. Mayli. Telefon qotyapti. Bu Minecraftning yangi versiyasi bo'lgani uchun ishlamayapti. Bu yangi chiz. Do'stlar, men sizlarga Minecraftning cheaterlik usullari bilan tekkinga tortishni o'rgataman. Buni esa 70 ta obunadan keyin narsa qilaman. Ha, bu Minecraft yangi versiyasi. Men sizlarga buni ikki xil yo'l bilan tekkinga tortib olishni o'rgataman. Faqatgina sizlardan obuna so'rayman xolos. Ve sizlarga shart aytaman. Birinchisi Telegram kanali. Mening Telegram kanalim shu video qanaqaroq Telegram kanalimda 60 ta obunachi bo'lsa,
o'shanda video chiqaraman. Telegram kanal ochaman. Telegram kanalda esa men o'zim o'ynagan modlarni tashlab boraman. 60 ta bo'lsak bo'ldi. Hech qanday narsa yo'q. Do'stlar, sizlar bilan qayt beraydi. Meni ko'rishguncha xayr. Mana shu nimalar tushishini ko'rib olay. Endi mayli do'stlar, xayr. Aytganimdek 70 to'playlik. Sizlarga Minecraftning sirli tortish usulini o'rgatib qo'yaman. Bitta